Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumaniga keldik. Mana ish jarayonlarini so'nggi video qilib chiqarishga harakat qilamiz. O'zlaring baho beringlar. Endi biz xizmatlarimiz Ponni Farg'ona viloyati vodiy bo'ylab Toshkentlargacha borib qo'yib beramiz. Faqat voha tomonlarga o'sha 40 kvadratdan oshiq bo'lgan ob'yemlarga telefon qilishlaring mumkin. Ishlarimiz yoqsa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumaniga keldik. Xudo xolasa mana ishlarimiz bitgan jarayonlarni chiroyli qilib video qilib mana olib chiqarishga harakat qilaman. O'zlaring baho beringlar. Mana pechatlarimiz o'ta go'zal holatda, mana materiallarimiz tiniq holatda, mana ahamiyat beringlar mana. Dona-dona zarlarigacha ko'rinib turibdi mana hattoki mana. Ajoyib. Hozir narigi xonamiz ham qilingan, uni ham chiroyli qilib video qilib chiqaraman. Отдельный qilib chiqaraman, shtobali gullari ko'rinishi yaxshiroq ko'rinish uchun. Mana o'zlaring baho beringlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. O'tgan videolarimda ham o'zim ko'rsatib, gapirib chiqqanman. Razmerni olgan o'zim boraman, albatta. Xonangizga qanaqa narsa tushishi, qanaqa narsa ketishi hamma yo'q, o'zim hisob-kitobini qilib chiqarib beraman. Ustida ko'rib, xudo xolasa gaplashaveramiz. Mana ajoyib, yangi tiniq holat mana. Gullariga ham ahamiyat beringlar, mana zarlari ham dona-dona turibdi mana. Ajoyib. Ponni xizmatlarimiz Farg'ona viloyati vodiy bo'ylab, xullas Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkentga ham borib qo'yib beramiz. Vohalarga, mabodo voha tomonidan ishlarimiz yoqib, ukaxon kelasin, biz tomonlarga qilib berasin deganlarga borib qilib beramiz. Faqat 40 kvadratdan ko'proq bo'lishi kerak. Misol 15-20 kvadrat endi bilasizlar, yo'l kira rasxod bor o'ziga yarasha, shuning uchuncha to'g'ri kelmaydi. Mana shuni hisobini olib qo'yasizlar. Xudo xolasa mana lekin ishlarimiz ajoyib holatda chiroyli chiqqan. Mana lustralarni ham hozir endi qo'yilish jarayoni. Lustralarni hozir tayyorlanyapti. Keyin mana buni ichki tomonlariga hozir diod qo'yib yubordik. Diodni tepadan 7-10 santimetrgacha teparog'iga qo'yiladi. Sababi shu nurni bir xilda berib turadi mana. O'zlaring baho beringlar ishimizga. Ustalarimiz mana bizni kompaniyamiz qo'llar professional. Mana shu xona o'zi hozir почти 10 minutga bormay, o'sha 20 minut ichida o'sha bu xona bityapti. O'sha juda ham tez bitadi nihoyatda. Sifati ham mana zo'r. Qirg'oqlarga ham ahamiyat beringlar mana. Qirg'oq tomonlarda burashgan joylar yo'q mana. Ajoyib chiroyli, ideal holatda chiqqan. Dona-dona mana. Sog' bo'linglar. Keyingi yana videolarimizni kuzatib boring. Yana yangilarini xudo xolasa chiqaramiz. O'zlaring ko'rib baho beraverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik.